Nimaga? Hech ham sizga rahmat aytishmaydi. O'ylab ko'rganmisiz? So'ralmagan joyda ham qahramonlik qilaman deb yopishavering. Vaqt o'tgan sari sizni qilayotgan mehnatlaringiz mehnat emas, balki majburiyat deb qabul qilinadi. Keyin orada bir marta ilojiz bo'lmay qolsa yordam bera olmaysiz, ablahsiz. Yo'q, vijdonsiz, oqibatsiz insonsiz. Siz o'zgarib qolgansiz. Assalomu alaykum, ismim Husnora. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Men sizga yoqadigan, sizni ovutadigan, sizni xursand qiladigan, siz kutgan gaplarni aytmaydigan, hammaga qulay bo'lmagan va hammaga yoqishi uchun tirashmaydigan mutaxassisman. Soatlab o'zimni maqtash niyatidan uzoqman. Bugungi kontentimiz so'ralmagan joyda qilingan qahramonlik qullikka tengdir mavzusida bo'ladi. Men bilan birga o'tirib, sizga yoqmaydigan gaplar bo'lib qolishiga qaramasdan o'tirib chuqur tahlil qilishga tayyor bo'lsangiz, boshladik. Xo'p, maqsad hech kimga yordam berma, yaxshilik qilma emas. Chegarasiz qilingan yaxshilik barobar manipulyatsiya va majburiyat. So'ralmagan joyda yaxshilik qilsangiz, siz rahmat emas, balki majburiyat olasiz. Sizni qilgan qahramonligingizni, sizni qilgan yaxshiligingizni, o'zingizdan kechib, vaqtingizdan kechib, kimgadir qilgan harakatlaringizni atrofdagilar, "O, demak, men haqiqatdan shunga loyiq ekanman." Yo'q, men uchun quvvat emas, men haqiqatdan shunga loyiq ekanman. Demak, mendan mehr olish uchun, rahmat olish uchun, serrayib qarab qo'yishimni ko'rish uchun bu inson terisidan chiqib ketishga tayyor emotsiyasini olasiz. Chunki bizning miyamiz osonliklarga, yengilliklarga, yaxshi narsalarga tez o'rganish bilan boshqa jonzotlarning miyasidan ajralib turadi. Qancha ko'p bersangiz, shuncha ko'p ishlatayotganingizni bilasizmi? Ya'ni siz insonlarga yaxshilik qilyapsiz, vaqt ketkazyapsiz, resurs ketkazyapsiz, emotsiya, kayfiyat beryapsiz, o'zingizni ichingizdagidan olib. Ya'ni sizni hali ketkazayotgan resursingizni to'ldiradigan bazingiz yo'q, lekin atrofdagilar shuni qaytarib to'ldirib beradi deb o'ylaymizda, keragidan ko'p sarflab qo'yamiz. Nimani ketkazasiz? Vaqtingizni ketkazasiz, kayfiyatingizni ketkazasiz, kuchingizni ketkazasiz, o'zingizga mo'ljallagan rejalaringizni ketkazasiz, o'zingizga ajratishingiz kerak bo'lgan vaqtni ketkazasiz, bilim olishga, yo'nalishga yoki bo'lmasam shaxsiy rivojlanishga ketkazishingiz mumkin bo'lgan resurslarni siz sarflayapsiz. Va natijada ketkazgan resursingizni qaytib tiklab ola olmaganingizdan keyin masanga assalomu alaykum hasanga bo'lasiz. Bu tabiiy tiklanish jarayoni. Siz qayergadir mehnat qilasiz, vaqt sarflaysiz nimadir olish uchun. Chunki ijtimoiy psixologiyaning asosi quyidagi qoidaga asoslanadi. Har qanday munosabat manfaat ustiga quriladir. Bu meni kech payt uxlab tushimda ko'rgan fikrim emas, balkim 19-asrdagi sotsiologlarning fikri. Borib sizda выгорание boshlanadi. Nima uchun? Yangi kelinlar tez charchab qoladi. Men shu oilaga tezroq ko'nikib, tezroq qo'shilib, bitta bo'lib ketishim kerak deydi-da, unga chapga, vaqtiga, vaziyatga, sharoitga qaramaydi. Imkon qadar terisidan chiqib, o'sha insonlarga, atrofga, jamiyatga haddan ortiqcha bo'lgan mehrli, iqtidorli, qobiliyatli, menda mana bunaqa qobiliyatim bor, mana bunaqa qobiliyatim bor, mani qo'limdan mana bunaqa narsa keladi. Вот я так могу, вот я так могу. Keyin natijada nima bo'ladi? Bir hafta 10 kundan keyin charchasa, iti chiqib uxlab qolsa, ertalab to'g'ri, hamma mana bu nima? Bu meni qo'lim va barmoqlarim. Bu yerda 5 ta qo'l baravar emas. Ammo degan joy bor. Biz o'sha baravar bo'lmagan barmoqlarning oqibatlari bilan ishlaymiz. Mana odatda oiladagi eng katta mojarolar, ko'ngilsizliklar, tushunmovchiliklar qayerdan kelib chiqadi? Men harakat qilyapman, men charchyapman, to'ldirishga na fizический, na moralniy hech narsani ola olmayapman. Marhamat, erkaklar misolida ham ko'ramiz. Siz yaxshi yer bo'lish uchun teringizdan chiqib ketar darajada hammaga yaxshilik qilasiz, hammaga yoqishga harakat qilasiz. Ya'ni sotsiumdagi persona yoki bo'lmasam super egoingizni qanchalar kuchli ekan, qanchalar qahramon ekaningizni, odamlar sizni tanlashga yoki bo'lmasa sizni tashlab ketmasliklari uchun qanchalar loyiq ekaningizni ko'rsatishga urinasiz. Tabiiyki buni tagida katta bo'zlab yotgan, meni tanla, meni eshit, meni ko'r, men mehrga muhtojman, meni tashlab ketma og'rig'i yotgan bo'ladi. Ammo lekin buni hammamiz ham har doim ham sezavermaymiz, bilavermaymiz. Mana shu og'riqlarni atmaska qilib harakat qilamiz. Ya'ni hammaga yoqishga, har doim dostupniy bo'lishga, har doim hammani tushunishga. Keyin nima bo'ladi? Men o'zim uchun yashamayapman. Men majburiyatlarda yashayapman. Men faqat mana bu to'rtta baqirayib turgan meni uzoqdan ko'rsa, bir qop pulni ko'rayotgandek tasavvur qiladigan insonlarning og'zini, emotsiyalarini, ehtiyojlarini yopish uchun yashayapman. O'zim uchun qachon yashayman? Yoki bo'lmasam emotsional, fiziki charchab ketasiz. Men atrofimdagilarga faqat manfaat uchun kerakman. Вот sizga выгорание. Mana kelinlarda ham xuddi shu narsa. Isterikalar, vahimalar, kovlashlar, hamma narsa shundan chiqib keladi. Yoki bo'lmasa
Boya aytganimdek, Ildiz mani tashlab ketma, mani tanla. Ustanovkasi bilan qizlar. So'ramagan joyidayam yigitiga ayol bo'lishga, rafiqa rolida ko'rinishga, mani yonimda qahramon bo'lishing shart emas. Sen ideal bo'lishga majbur emassan. Men seni har qanaqa vaziyatingda tushunaman. deydi. Hatto yonidagisi bundan u narsani so'ramagan bo'lsa ham. Men oddiy bo'lsam bo'lar ekan. Birinchi yoningizdagi inson o'zini xavfsizlikda, xotirjamlikda his qiladi. Ayniqsa bu juftlik munosabatlarida. Keyin juftiz kurashishga hech qanday ehtiyoj, manfaat yoki bo'lmasam sabab yo'qligini ko'rgandan keyin Assalomu alaykum. Keyin nima deysiz? Mani tanlamadi, mani tashlab ketdi. Axir sen uchun hamma narsani qildim-ku. Yo'q, sizdan u bu narsalarning hech qaysini so'ragani yo'q. Siz qildingiz. Siz yana ham ko'proq berishni istadingiz. Sizdan bu narsaga nisbatan ehtiyoji bo'lmagan insonga. Natijada qilingan qahramonligingiz olqishlanmadi. Shunday bo'lish kerak deb qabul qiling. Shu joyda bitta metafora bilan tushuntirishga harakat qilaman. Bu meni kofem. Aytaylik, men chanqamadim. Lekin aynan siz menga har yarim soatda kofe damlab kelyapsiz. Chanqaganim qadar ichaman bundan. Hozir lekin chanqaganman. Aytaylik, chanqamadim. Nima uchun chanqamadim? Siz menga chanqashga imkoniyat berayotganingiz yo'q. Suvsashga, talqonga tiqilib o'lib qolar darajada tomonlarim qurib qaqshashiga siz menga imkoniyat, sharoit yaratib berayotganingiz yo'q. Men har safar ho'plab ichyapman, chanqoqsini his qilmayapman. Nima qilaman? Ha, rahmat deyman. Lekin keyin safar yana damlab kelganingizda nega kofeni isrof qilyapsan? Axir men sen uchun damlab keldim. Yo'q, nega sen isrof qilyapsan? Choydir. Yoqaman deb har yarim soatda choy damlab boraverasiz, yelkangizni qiyshaytirib yugurib oldiga. Choy o'sha choyniyda piyolada bir ho'planadi va qorayib qotadi. Ana u inson olib borgan choyingizni ta'mini yoki bo'lmasam naqadar rohat ekanini his qilmaydi. Har birimiz chanqog'imizga qadar to'yintiramiz o'zimizni. Aytaylik, o'sha inson 1 soat, yarim kun choysiz qolsin. Keyin atrofda unga choy boradigan hech kim yo'q ekanini ko'rsin. Keyin siz "Voy, choyingiz yo'qmidi? Voy, choy olib keling" iltimosan, xo'p bo'ladi. Marhamat, Husnoraxon. Yarim piyola choy boring. 2 qo'llab ichaman, suvdek serob bo'ling deb yarim soat duo qilaman, kechpayt bosh silab uxlatib qo'yaman. Endi tushunyapsizmi? So'ralmagan joyda qilingan qahramonlik ham aynan shu sababli qullikka tengdir deyiladi. Siz qancha qulay bo'lishga intilganingiz sari qulday rolni egallayverasiz. Mashhur iboram bor. Qulay so'zi qulday degan bilan bir xil. Qullarning ehtiyojlari, talablari yoki bo'lmasam nimani xohlamasliklari muhokama qilinmaydi. Ular shunchaki vazifasini bajaradi. Natijaga erishish, olqishlanish uchun emas, yashab qolish uchun, kun o'tish uchun. Aytaylik, yonidagi inson shu qadar chanqasa, yonida suv bo'lmasa, cho'lda, sahroda qoldi. Yantoqni oxirgi tolasigacha shimib olishga tayyor bo'ladi. To'g'rimi? Faqat o'sha narsaga talab bo'lganda bergan taklifingiz qiymatga egadir. Siz yomon odam emassiz aslida. Shunchaki siz chegarasini bilmaydigan odamsiz. Boshqalar o'tmasligi uchun emas, o'ziz o'sha yerdan chiqib halak bo'lib ko'rsatmasligingiz uchun. Chegaralar odatda boshqalar o'tmasligi uchun emas, siz qayerdan o'tmasligingiz kerakligini tushunishingiz uchun qo'yiladi. Sizki o'ziz qayersizni chegarangiz, hududingiz oxirgi manzil ekanini bilmaysiz. Siz uchun qayer qulay ekanini biladigan insonlar chizib bergan chegarani ichida qolasiz. Sizki o'zingizni chegaralaringizni bilmaysiz, hech kimga mana bu meni chegaram deb ishontira olmaysiz. Odamlar so'ramasdan turib, ehtiyojlari tug'ilmasdan, uyg'onmasdan turib siz beraversangiz, inson miyasi buni norma deb qabul qiladi. Keyin siz berayotgan yaxshilikni, harakatni emas, sizdan olishi mumkin bo'lgan manfaatni ko'rishni boshlaydi sizga qarasa. Bolali, tanlanmaslik yoki tashlab ketilishga bo'lgan qo'rquv.
Tanlanmasang, sen yaxshi qiz bo'lishing kerak. Tanlanishing uchun sen yaxshi bola bo'lishing kerak. Sen loyiq bo'lishing kerak. Demak, loyiq bo'lmasam meni tanlashmaydi. Loyiq bo'lishlari uchun terimdan chiqar darajada maksimum harakat qilishim kerak. Qancha ko'p foydali bo'lsam, shuncha qadrlanaman. Agar foydali bo'lsam, meni tashlab ketishmaydi. Agar foydali bo'lsamgina meni yaxshi ko'rishadi, meni tanlashadi. Natijada siz sevgi uchun harakat qilmaysiz. Tanlanish va qadrlanish uchun xizmat qilasiz. Bu ikkalasining farqi bor. Oqibat qanaqa bo'ladi? Ichingizda xafagarchilik, norozilik, alam, og'riq, emotsiyalar, hissiyotlar aytilmagan ayta olmaysiz. Chunki aytsangiz siz befoyda bo'lib qolishingiz mumkin, keraksiz bo'lib qolishingiz mumkin. To'planadi. Barobar g'ildirani. Siz charchashda, ichingizda yig'ishda davom etaverasiz. Atrofdagilar esa sizdan kutishda davom etaveradi. Assalom, O'zbekiston loyihasiga xush kelibsiz. Eng og'riqli joyi siz ular kutgan emotsiya, harakat, natijani, qarorni bermasangiz sizni yomon ko'rishadi. Va siz o'zingizni nima uchun jazolanayotganligingizni izlab umringizni o'tkazasiz. Ya'ni ichki konflikt, ichki tanqidchi. Nimaga men hammasini qildim-ku? Demak, yetarli qilmaganman. Demak, men yaxshi inson emasman. Demak, men loyiq emasman. Demak, men aybdorman. Demak, men kechirim so'rashim kerak. Haqiqiy hurmat siz teringizdan chiqib ketib sarson bo'lganingizda emas, yo'q deya olishni bilganingizda boshlanadi. Atrofdagilar sizni hurmat qilishini istasangiz, avval o'zingizni hurmat qiling. Chunki atrofdagilarimiz o'zgarib qolishmaydi yoki yomon munosabatni ko'zini ochishi bilan men bugun Husnoraxonga yomonlik qilaman deb emas. Men ruxsat berganimga qadar amalga oshirishadi. Men o'zimni qanday hurmat qilsam, shunday hurmat qilish kerak degan xulosaga kelishadi. Siz hammani baxtli qilishni istashingiz mumkin. Chunki ba'zida juda ham baxtli bo'lishni istasak va bu narsani o'zimiz ola olmasak, atrofdagilarga berishga urinamiz. Bu tabiiy. Lekin o'sha baxtli qilishni istagan, baxtli hayot deb atayotgan hayotingizda siz ham borligingizni unutmang. 3 ta aniq qadam bilan yechim beraman sizga. So'ralmagan joyda jim turing. Yo'q his qo'shiqqa o'xshab o'zingizni urganingiz bilan siz kerakli bo'lib qolmasligingiz mumkin. Yo'q deyotganda o'zini aybdor his qilmang. Bu uchun quyidagi formuladan foydalaning. Hozir bu xani men istaymanmi? Yoki o'zim istamasdan turib aytayotgan hayim atrofdagilarga. O'zimga aytayotgan yo'qmi? Bu menga kerakmi? Har safar o'zingizni qahramon ekaningizni ko'rsatishga hovliqishdan avval savol bering. Shundan keyin meni qadrlashadimi? Yoki yana foydalanishadimi? Yo bo'lmasam shundan keyin men o'zimni qadrlangan his qilamanmi? Yoki foydalanilganmi? Agar siz atrofdagilarga resurs berib, o'rniga rahmat emas, nega, qani, yana olayotgan bo'lsangiz, bu xarakter emas, bu ichki dastur. Aynan o'sha ichkaridagi ustanovka, reaksiya yoki dasturni o'zgartirmasangiz, sizni hayotingiz o'zgarmaydi. Atrofdagilarni ham o'zgartira olmaysiz. Hayotingizni o'zgartirishni istasangiz va bular siz haqingizda bo'lsa, avval jarayonga nisbatan qarashingizni, keyin reaksiyangizni o'zgartiring. Ustanovka qarash, reaksiya bu dastur. Rostdan ham yaxshi bo'laman shiori ostida ishlatilish joningizga tekkan bo'lsa, yozing, ichki dastur bilan ishlab beraman. Faqat bu sizga ozgina noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki olqishdan olinadigan dopamin ozgina kamayishi tabiiy. So'ramagan joyda hovliqmalanib qilingan qahramonlik sizni qulga aylantiradi. Ichingizda g'alayon, norozilik, nafrat, tanqidiy fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin 19 daqiqadan keyin boshqatdan eshitib ko'ring, o'zingizga kelasiz. Tanishganimdan xursandman. Manfaatli, xayrli bo'lsin.